Assalamu alaikum, hürmetli, qimmatli, qadrli, ekran altida o'tag'an tele tomoshabin. Efirda Qadam telekanali taqdim qilib o'tag'an Olim bilan suhbat nomli programmasi. Sizlar bilan birga men Abdumanap Mahmudjon. Esingizga salsaq, bizning programmamizning maqsadi xalqimizning emas, mamlakatimizning taraqqiyotiga o'zining bir kishilik ulushini qo'shib kelayotgan, millatimizning ichidan chiqqan bilimlik, ilmlik olimlarimiz ham ularning xizmatlari bilan sizni tonishtirish. Bugungi bizning suhbatimiz alohida bir inson bilan bo'lmoq, sababi bugun bizda mehmonda adabiyotchi, olim, filologiya fanlarining doktori, professor Muxtar Avezov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh xodimi, Rossiya Tabiiy Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi, ma'rif va madaniyat bo'yicha xalqaro loyiha va grantlarning mustaqil eksperti, Qozog'iston Fanlar akademiyasi doktorlik va ilmiy kengashining a'zosi, Rossiya Federatsiyasining Dagestan Cumhuriyatida yo'riq ko'radigan Vestnik Tюркского народа ilmiy jurnalining redkollegiya a'zosi Olimjon Tilvoldi o'g'li Hamrayev bo'lmoq. Olimjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ommaboplikqa aylanayotgan Qadam TV kanaliga bizni taklif qilganinglar uchun tashakkur. Rahmat. Rahmat sizga Olimjon aka, bugungi studiyamizga vaqtingizni bo'lib kelib o'taganingiz uchun minnatdorligimizni bildiramiz. Endi bugungi suhbatimizni shu tug'ilib o'sgan joyingiz to'g'risida, balalik cheg'ingizdan boshlasak, tegingiz nelik? Men Olmutu viloyati Uyg'ur nahiyasiningki yezlarining birisi, tog' yezlarining birisi G'aljatda tug'ilib o'sdim 1961-yili. Ana shu G'aljatda meningki balalik davrim o'tdi. Ko'plagan shu yezning balalarga o'xshashla qonaq hayot, bayqi deymizgu to'plarda o'ynab, bayqi o'stanglarda kallarni o'stanglarga olib sug'urib deganda qaytirib, ham toza havosidan jutib, dixanni yeb, shunday bir go'zal bir balalik davrimni o'tkazdim. Anglashqa men har doim o'zimning ma'naviy qarzimni sezib o'tirgan odam, chunki men shu yerda uning havosini jutdim, suyini ichdim va shuningdan birga neni yedim emas. Undan keyin shu yerda yashagan insonlar, oddiy dehqonlar alayda bir turkumda, alayda bir narsa bu, mo'jiza oddiy dehqonlar. Etiz ishlayotgan. Shu oddiy dehqonlarning orasidagi bir adab, axloq go'zalliklarini ashlaga seg'inish, meningki shu yaşangan seri meni jalb qilib turdi, tatib turdi. Bu odamlarning mehri, shafqatligi. Bu men tug'ilgan yillarda G'aljat urushdan keyingi yillar bo'lganlikdan u vaqtlarda ig'irchilik zamon ko'plagan shu yezda o'sgan xalq hamda bor bilan yo'qning orasida yashagan davrim bo'ldi. Keyin o'rlash, gullanish, kolxozlar taraqqiy qilib, rivojlandi, gullandi. Şunlar turmuşumuz o'zgardi va shundaq. Ammo biz ma'lum sababdan endi texi shu gullanayotgan jarayonda endi biz Olmutaga ko'chib kelib, men vaqtda 9-10 sinflarni shu 101-Sultonqo'rg'on maktabida tamomladim. Dadam Hamrayev Tilvoldi, anam Ezmaxonova Jannat buvi. Bular Sultonqo'rg'onni tanlashidagi eng muhim bir masala balalarimizni Uyg'urcha o'qitamiz deb. O'zini ana tilida o'qisin, o'zini ana tilida o'qigan bola boshqacha keladi, qadrlashni, boshqa madaniyatlarni qadrlashni bildi degan tushuncha nihoyat kuchli ekan. Hozir biz keyingi davrlar buni o'ylab, men shu aprin aylayman ota-onamga o'zimizning ana tilida o'qitganiga. Biz bolalarni atalar o'ylamaydi ekanmiz, o'zimizning ana tilida o'qitishning o'rniga biz berib etadi ekanmiz. Bu bolalar manqurtib o'sadi ekanda, ya u madaniyatni tuzak egilanmaydi, ya bu madaniyatni tuzak egilanmaydi. Qadrini tushunmay o'tib ketgan ahvollar. Qo'sig'i to'q bo'lishi mumkin. Lekin madaniyatning go'zalligini, uning yiltizini, to'mirini, uning ichidagi dunyoni, mohiyatini tushunmay o'tib ketadi ekan. Nihoyat kamtik bo'lib yetildi ekan. Kamalatga yetgan inson deb qarashga bo'lmaydi ekan bunlar. Bu keyin tushunyapmiz bu narsani. Shuning uchun o'z madaniyatiga sadoqat bildirish, tiliga hurmat bildirish, o'zininki xalqininki orzu-armonlari bilan o'rtaq yashash tushunchalari shu ana tilda o'qigan odamning bunday aytganda mafkurida saqlanib turdi ekan. Men shu o'zimning go'zal balalik davrimni aynan shu G'aljat yezida o'tkazdim. Anglashqa pat-pat berib turmajutimga. Odamlar bilan munosabatim qo'yiq.
Жұрт білән әрдайым аралашып тұрмайм. Оның ұтықларға қошал олма. Етішмәшіліктер осы ечінміз. Менің анды яны бір баллық чығыдан қаған нәрсе, мұшы Веливай мечтеден кейін, Веливай мечтеді ятысу, мұшы ғалжат есі да, ғалжат мечті қиқапты кен. Ол бір сыр кен. Өз вақтыда бұл мечт әрқандақ немләні башын кәчіртті кен бұл мечт. Оның ішінде біз амбар мы қыптымыз, оның ішіге клуб мы қыптымыз, оны Совет кеңеш дәуірді әтуарыны қоймаған кенміз. Қазақстан мұстақылығыны ағандың кейін мәнівей діни әтуарылығымызны аты болуымыздың қайысын тікілді қаш. Жұт болып тікілді. Шоншы мен ғалжат жұтташларымға мұш мәселді өзімнің мінәттарлығыны білдірме. Бұл ұйғырла hayatı ке, мұны мұш дәуірге, мұшы мұстақылық дәуірге кәйген шекенші мечті, ғалжат мечті. Болмаса бізді нә мечтла болған, әміз чек вайран қылынған, діни түшенші құласларымызмы вайран қылынып кеткен, коммунистік иқидалардан тәрбиленіп, шәхси мүлкіні татып еліш. Уақылады бай манапның мүлкін татып еліш деген оңайлы бір ішла болып кеткен, шындақ бір аңсайы чоң оған. Бұланың әммесі қазір тарих өз орны қойды. Мүлік егісіні қадірләш. İşləydiğən işbilərmən adamның qədrini biliş. Мұшындақ бір түшенчілер қайтып өзексі келді азыр. Мана соңашқа мен баллық чығымды алайды бір немді әслеймін. Түшіншілік рахмат Алымжан ака. Әнді сіздек инсан білән пәхріліндаған, мәғрулындаған ғалжат жұты, әнді мәулеме бәқтілік жұт. Мұшы пұрсәтіні пайданып, ғалжат жұтының халқыға ялқынлық салам yollayмыз. Әнді Алымжан ака сізге келесі болып қойдыған суалым, мұшы әдебиятқы болған іштияқыңыз. Қайдан пайда болды? Әдебиятқа болған іштияқ тоғырсы дейістім бұрын, бұл жұт мәселесі жұтуазлық немесі жоқ мәнді. Бұл ғалжат жұты, бұл ади адамларының ке маканы. Анлашқа мен езлақ басам. Ғалжаттың бөлек, мұшу әміргәкіш қазақ нахиясы olsun, Панфилов нахиясы болсын, ошу жұтлан арлайдыған, адамдарлан мәсләтті болдыған, арылышыдыған адатларым бар. Немішке дегенде ади адамның ке көз қарышы, hayatı тәрізі, өлчімі, нишаны мені қызықтырып тұрды. Оның кен ұйғыр халқының ке яны бір алайдылығы бұл езлағы баса мәдениетінің пұрғы яқшы сезіліп тұрды еді. Мәселен, еркетке басыңыз, ади адамлар чақ-чақ қылдыған болса, аламет бір ақылның бір гәвдесі көрінді. Сүнчелік бір чоңқыр чақ-чақлаба, әнәлік характерге. Çünkü ben yazıları berişim, fakat ғалжат қыл емес. Мен ұйғыр yazıları beriş, ұйғыр yazıları болған мен artık bir muhabbet, ana yaşlandım. Öz жұтым болған muhabbetten başlandı. Düşünçlük rahmat. Söhbetimizi davamlaştırsak, bayağı etkinlik özümüzün Edebiyat, ben hayatımda o çıkınış gerek. Yani ben edebiyatçı bolman, ben ömrümde edebiyatga bağışlayman degan bir түшенче менде жоқ еді. Баллық арманыңыз қандай болған әсілде? Баллық арманым қандақта бір али оқыш орны бүтіріш. Әшу біздің чек, әшу қандақ бір оқыш орны бүтіріп алсақ, яқшы тұрмыш кечіріш. Адетті бір арзу армалла, дехан балларының. Лекен өзімді мұшу филология дейміз, мұш тіл вә әдебият сағасыға алайды бір қызықшым болғалықтың менің анамға бағлаймын, чөчеклерін көп етіп бердіған. Нұрғылған чөчеклерін мен шуақладым езу аған. Филологияға әшіндақ бір қызықарлық халатта оқыш кітап шығам. Оқышыны мен 3-ші курсыға өткелгенде, ауышқан кезде, уақылада қайты құрыш дәуірі басылып кетіп, алам шүміл өзгірішлер жүз беріп, Аңсәве, он тәттір болып мұшында нұрғынлыған түшенчілер келіп жатқан пәйтті. Мен әне үш пәйтті, мен әнді өзімді білімгі болған қыласынан яны бір бұлақ көзіне ечіп шыққым ясар болдым. Мен оны білмедім, очық етім. Ешқандақ, мен ондақ ойым жоқ деп, әдебиетші болдыған. Россиядан келген бір даңлық алым, Леонид Генрихович Фрейзман. Мұшы өзі әдебиетші шунас алым болғалықтың бізге 3-ші курс уақытыда лекция оқыған. Şu leksiyге суал қойыштан башланды. 3 тұт қойылды суал. О адамға қойған суалым тәсір қылып, бір патша
хат езіп қойыпты екен. Şu вақытта неме рус әдебиеті кафедрасыға мұшы баланы тәрбиелесе аңладым. Yani siz haqida. Мен haqida. Onun da менің кейінірек хабарым болды. Маған мені тәкліп қылып, мұшы әдебиет білән шұғыллансыз деп, мұшында яқшы бір тәвсия қылды сізне, біліміңізні яны му давамлаштырамсыз, чоңқырлаштырамсыз деген бір шунда яқшы бір гәпләр оқылады, башқаша білініп кеткен. Маған şu рус тілі әдебиеті кафедрасында шынақ бір яқшы неме гәп қозғылып, мәселе қозғылып, менің істеқім ичіп етті. Şunlar ben edebiyat kızıkışım şu 3. kurstun tutup başlandı meninki. Студенттік вақытыңызда. Дәрула мен өзім қойған суалларны өзіңіз тәкшірің дегешке, өзіңіз неме тадқиқат қылың, өзіңіз үгінің дегешке, менің қызықыш текім өрлеп кетті де, мен şu өзім қойған суалларның жауабын өзім тепіш үшін әдебиет сағасыға, әдебиет ұшасыға шоңғып кіріп кеттім. Şununla біздің бір оқушыны бүтіріш давамыда яқшы нәтижелерді қолға келтірдім. Нұрғылған студент вақытларымдыла нұрғылған ilmi практикалық әңгімелерге қатнаштым, орынларны алдым. Әмде уақытлар менің рус тілі үнчілік шәкілленген болмысымы, лекен ilmге болған іштияқ, мәселені етішкі болған іштияқ, алайда іштияқтың күшідін жұқыр орынларға ерішіп, кейін аспирантураға тәвсия қылдым. Аспирантурада şu Kazak Devlet Pedagogika İnstitutu'nunki şu bizden Rus Dili Edebiyat Kafedrasıga aspiranturga tavsiya qildim. Şunun bilan u yerda eng mening qiziq davrim ana shu aspiranturda boshlandi. Birinchi aspiranturning birinchi kursida 3 yil o'qiymiz. Men 4 yil o'qidim. 1 yil faqat adabiyotni o'qidim. Bu nemni bildirdi dese, ben keyinirek oylasam, u yerda mening ustozlarim edebiyat bende ertadan saat 8'den kechqurun saat 6'gacha u vaqtlar tushgacha o'qitdi, tushdan keyin o'qigan ishlarim bor edi. Shu nima osh to'q adabiyotla o'qidim. Darsga kirmaydigan, adabiyotshunaslik bo'yicha kirmaydigan darsim yo'q edi. Faqat adabiyotni o'qidim. Bu aspiranturlik davrim. Uning oldida har xil kitoblarni o'qigan bo'lsa, uni maxsus o'qidik da. Shuning bilan apirib aspiranturga taklif qildi-da, shu aspiranturga hech qanday qiyinchiliksiz tushib ketdim men. Yani aşınçılık edebiyatga qiziqdingiz. Edebiyatga qiziqishim nayt o'rladi yani. O'rlaganda hatta shu aspiranturni butamayla, hatta shu aspiranturga tushishdan avval o'zimninki bir maqolam bilan Uyg'ur ovozida vaqtlarda yosh student 3 soniga udda mening maqolamni berdi. 80-yillar Uyg'ur lirikasi degan maqolamni. Men taqi student bola. Hech qachon studentlarga bir unayt cho'ng bir gazetning sahibisiniki 3 qitimliq uda berishi bo'lmagan bir ishlar. Diken şu vaqtlarda men uningda xabarim yo'q. Lekin mening tahlil qilgan maqolamni 3 kun uda bosdi. 3-4 kolonka gazetning yerimini oldi. Şunun bilan edebiyat, Uyg'ur edebiyatiga, Uyg'ur edebiyat maydoniga student vaqtlarida darul keldim. O'qishni bitagandan keyin undan keyin salmoqli, salohiyatli maqolalar yozish bilan band bo'ldim. Edebiyatga ana shunday qiziqish başladım. Ondan keyin bu qiziqish aspiranturni bitirib kandidatlik dissertatsiyaga keldi. Kandidatlik dissertatsiyam qopiya va ahangdoshlik, Uyg'ur poeziyasining ahangdoshligi mavzusida. O'z vaqtida bu mavzuda bizning danliq olimimiz Murat Hamrayev marhum yaxlagan ekan yosh vaqtida. Men bu dal shu mavzuda ashtaq mavzuda dissertatsiya qildim. Shu vaqtim savol qo'yilganda bu o'xshash mavzular bu qanday farq bor deb. Farqi bir nazariya, ikki xil ko'z qarashda bo'ldi-da, mening nazariyam bo'lak, Murat Hamrayev taklif qilgan nazariya u bo'lak. Uyg'ur poeziyasidagi o'zining bir nazariyasi bor. Shunda qilib kandidatlik dissertatsiyani nomzodlikni qo'g'didim.
Мен енді кандидатлық намзатын қоғдаш жариянында менің диссертациямның айрым бір қысмыны ебетті рәхбірім. Бұны сән дәйдіған нәрселер етерлік. Мұны докторлық диссертацияны қалдырса дегендеке менің де яғни докторлық яқлаш, докторлық диссертацияны яқлаш істігі пайда болды. Техе бір тараптан пішіп етіліш жариян тұса, өсіш, іздініш жариян тұса техе. Яш уақлады яш, меніңдікі іштияқ, қуат, ішімдікі энергия деп қоймыз, қуат, күч, орғып тұрған күч, ілім пәңгі болған. Докторлық диссертацияны қошып яқлашқа, аз уақыт өтмей. Соңан 2000 жылы докторантура берілді. Докторантурада уақытта мен бір қошалып қалдыға ерім, мен аятымдың айты қошал болға ерім, мен докторантура документлерімні, рәсмиетлерімді тапшыға уақытта, о жылы 77-ге еқін доктор олыма деген ниетті өзінің рәсмиетлерін тапшырып қойған алымлар бар екен. Уларның ішінде бір мен ұйғыр. Мұшындақ бір шарайтта қайнамда әмісін селіш тұған болсы керек, үнтілішлан есап қалған болсы керек, әр қыл жағдайлар. Бізіне дәсләп кетім, менің Қазақ педагогик институтының ке докторантурасыны маған бәді. Уақлада Тоқ Мұхаммед Салменов деген салмақлық біздің ректорымыз бады, әқиқат ұдыл қаралайдыған қысылты бады. Рәсми тәклік қылып, қандақ оқылған ойың ба, дедім. Мандақ мәқсітім ба деп итқан очықла. Өзді хайран қалғанды. Мәқсітім мұны, азыр мұнчек етті, мен мұнын еткізі ойым ба. Соңасқа маған докторантур керек дедім, маған докторантур қарымы деп, немесіге біздіңке іжтимai кейіп шықшым болсын, онда тоныш білеш, ондақ нәрселер қармайла, бір докторантур. Мен очық етқанды, мен бәқтілік адамда бұл тарапты. Тәләлік адамдан. Демек, мұшында құттықлаға етішіңіздің сәбебі болған өзіңіздің іштияқыңыз, қызықшыңыз деп есаплайсыз ғой? Асасы жайаттың ішімізге бір ықыласын сап декен, яқшы білен кішілерге yol қып декен мен. Біз кейінерек оның немесini біліміз. Мәселен, менің рәхбірім, ilmi рәхбірім, менің аятымды өзгетіп әткен бір рәхбір. Аятқа ilm пәнге етішілемәз, инсан болышыны әхлақ yüzüden alım bolsun. İki meseleni tän amsak, senin yetken kutuğun akıbette inevetki elinmaydı. Şunun için özümü sabdıllık hakikatçı adam edi, Aleksandr Lazarevich Jovchi istep. Şunçek kabiliyetli, dağınlık alım edi. Kengaç tıpakıda abroyuna ait çukur edi. Şu kişininki tavsiyesi bilen kandidatlық намысытым қоғдадым. Рахмет Алымжан ака, әнде мұшы ілім пәндеке байықы өзіңіздің футықларыңыз бән бөліші басыз. Біз сіздің халқыңыз, біз әміміз болып, мұшы сіздің футықларыңыз бән пәқірленіміз. Әнде келесі мұшы қой деп отаған суалы, мұшы сахадеке дәсләпке қадамдарыңыз меңіш жолда душ келген қиыншылықла білен бөлішіп өтіп кетсіңіз. Қандақ қиыншылықла болды му? Әлбәттә, қиыншылықла сөзсіз болды. Біріншіден тіл қиыншылығы, тіліне егілеш қиыншылығы. Адам басы қанша үйгенген сері өздікі нұқсаланы еніқ сезішке башлайды, мән мұшындақла. Оланы еңіш керек. Мен мәселен ұйғырча оқыдым, рус тілді диссертацияны рус тілді езіш керек. Мен бір бапны 10 кетім язадым. Соншелік дәрежеде егір. Бірақ әр дайым язға вақытта бір қадар яқшылып маңады. Әсін көзім өзім көріп тұрады. Өзімнің тілі, рус тілді мақал езіш асан емес. Cümlelerinin kurulmasına ait mürekkep, onun deken Rus tilinin umumi muhiti mürekkeplik asasında oyundaymız mı bu? Biz adelikin asasında oyundaymız. Bu Oruslarda mürekkeplik ekidini doğru gördü. Mürekkeplik ekide o cümlelerde mürekkeplikler var. Adelikten ötüp ketkende olar. Bunda oylaş nayeti tez. Benim bunda kıyınçılıklar buldu mende mi? Lekin hem muşkemdim var bu kıyınçılık. Lekin bir narsani aniq tushunma. Bu men uchun o'tib ketilgan bir kıyınçılık. Ben bunu yengelaydiganimni bilman. Dehqon bolasi bo'lsammi, bu bunda qiyinchiliklar uyg'unib qolganlikdan
Мен оныңға не қылып кетмеймін, диққат бөліп кетмеймін. Мен бұны бәрін еңіме. Мен мәселен бір мақал yazsam азыр рус тілде, мәселен Әзербайжан Cumhuriyeti olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ge, ya болмаса yakında Россияда çıktı bir çoğun maqalam. Şu maqalға ketken vaqt aynıp kelсе japалық yazgan emgek şunçalik iğir meşakkatli yazma, her bir cümleni oynap yazma. Bu yerda mening maqalamni tekshiruvchilar shuning baho bergislar qanday o'ylaydi ekan degan o'yni yozma. Ana shundaq bir vaqt shunchalik nurg'un ketgan bilan yezib bo'lgandan keyin yomon bahrilma. Undan bir nima o'zir olmaychi. Chunki buni men yozgan material. Shuning uchun men uning qadr qiymatini o'zim yaxshi bilmayman. Ko'targan masalalarini yaxshi bilmayman. Bu ilmiy hayot degan ana shunaqa bo'lsa kerak. Biroq ayni kelsa öz ana tili yazganlığı yetmeydi. Demişke dese en yaxşı eserlerini, mesela qaysı sahə bolsun, bu filologiya, edebiyat, til, ondan başka tarih, özünün ana tilida yazsa, aşağıda keşfiyat açsa, aşağıda yenilikni itsa, dünya alimleri sözsüz şu bizden ana tilinde oquşqa mecbur oldu. O eğer onun küçü şunun da tilda, sizin tilinizin ügündü başka. Tilinin kudret yaşında. Biz anlaşıqqa men hazır asasi mening emgeklerim rus tilida bo'lib ketdi. Mesela ish jarayoniga bog'liq. Endi Xudoyim buyursa, Alloh shuni yar bersa, meningki mushu nemga she'rshunos sahasi bag'ishlangan yoki bo'lmasa qadimiy Uyg'ur adabiyotga bag'ishlangan o'zimning emgeklar bor, tezislar bor, tayyorlab qo'ygan yozma Xudoyim buyursa. Özümün ana tilida yazma. Men shunday yetishim kerak, hamda uni başqa olimlar ügünüp, özleri tadqiqot qilib, shuning murojaat qilsin o'zimning ana tiliga degan bir ko'z qarash bor. Bu ko'z qarash paydo bo'lgani ancha uzoq vaqt o'tmadi. Yusuf Qas Hajib bizning ulug' ota buvimiz Qutadg'ubilik dastonida til go'zalligini alohida ta'riflagan, ana til go'zalligi. Alisher Navoiy ata buvimiz Paris Türk tilinin arasındaki farqlarni nihoyat yaxshi tushunadigan, o'zining ana tili bo'lgan ko'z qarasini ulug'ligini ifodalagan. Har qanday millat o'zining ana tili bilan ulug' emasmi? Shu unga to'kib qo'shish kerak. Biz Qozog'istonlik Uyg'urlar ziyolilarimiz, o'zimizning ana tilida yozayotgan ziyolilarimiz, mana mushning to'kib qo'shayotgan ziyolilarimiz o'zining tarixiy o'rni bilan alaydi. Shuning uchun bizning o nimdan ifoda berdi desa, masalan 20-yil, 30-yil Abdulla Rozbaqov hammasini o'zining ana tilida yozdi, o'rchimi yozdi, ko'pisini uyg'urcha yozdi. Shuning uchun u qadrli til bilan biz o'zimizning tarixini ifodalab turibmiz. Shuning uchun sizlarning buni Qadam TV kanalining qilayotgan to'kpisi ana shunga, bizning til taraqqiyatiga, bevosita til taraqqiyotimizga sizlar o'zinglarning ulushini to'kpisini qo'shib o'tsizlar. Shuning uchun sizlarga aprin aytamiz-da. Mening ilmiy tadqiqotlarim shunda. Endi mana ish bobi bilan bo'layotgan ish faoliyatlarim, ilmiy faoliyatlarim Qozog'iston Palla akademiyasida uzoq yil ishlayapman. Bu yerda o'z vaqtida Murat Hamrayev ishlagan institut, mushu Muxtar Avazov nomidagi institut ishlayapman. Shu yerda o'z vaqtida rahmatlik Murat Hamrayev mashada ilmiy katib bo'lib ishlagan ekan bir arliqda. Keyin nemisi o'sib, mensi o'sib O'zbekistonga ketdi. Ana shu men hozir shu institutda mana 10 necha yil bo'ldi ishlayapman. Mana bu jarayonda hamda hozir qozoqcha yozyapman. Qozoq adabiyoti to'liq yozyapman. Yaqinda buni Abayni tonish masalalari bo'yicha bir nemaga qatnashdim teleprogrammaga. Hozir biz yangi davr emasmi? Abayning asarlari hammamizga ruhiy ozuq. Bu bizni xalqlarning ruhiy birligini bildirib turgan kuchga ega asar. Qatnashib keldim, men qozoqcha yozdim, o'rcha yozdim. Ruscha yozyapmiz endi ko'pisini. Endi bundan keyin Xudoyim buyursa, Alloh taolo umr bersa, o'zimning ona tilim yozib.
Ассалаумағалейкум, менің аты жөнім Ертай Сұлтан. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты бас директорының орынбасары боламын. Енді жалпы Әлімжан ағамызбен біздің таныстығымызға 10 жыл болды. Осы 10 жылдың ішінде ағамыз маған тек қана ұстаз болып қана қойған жоқ, жалпы рухани тұрғыдан да жол көрсетіп, бағыт көрсетіп, мен осы жерге келгенде магистр болатын, магистрант болып жүретін. Осы ғылым саласындағы бір үлкен жаңалықтарды ашуға, бағыттауға бір ықпалын тигізген ғалымдарымыздың бірі. Осы жақында ғана біз Өзбекстан Республикасының Ташкент қаласына, оның ары қарай Самарқан, Бұхара қалаларында бірге ғылыми талғамдамада, ғылыми сапарда болдық. Осы ғылыми сапардың барысында мен Әлімжан ағаны тек қана ғалымдық тұрғыдан емес, жалпы тұлғалық тұрғыдан да жақсы тани түстім. Ағамыз өте ақ көңіл, ешбір адамға ешқандай бір жаман ойы жоқ. Осы ғалымдықтың бір таза, осындай бір тұнған, таза ғылыми ойға қалыптасқан рухани жағынан да, тұлғалық жағынан да, барлық жағынан таза ғалым адам ретінде мен Әлімжан ағаны таныдым. Әлімжан ағаның мынау келе жатқан мерейтойының қарсаңында Әлімжан ағамызға зор денсаулық тілегім келеді, отбасына амандық, деніне саулық тілеймін. Әрқашанда жалпы Қазақстанның ғылымына, ол кісінің өзінің бағыты түркология, сол түркология саласындағы ізденістер ешқашан таусылмасын. Және ол кісінің жалпы ғылыми потенциалы болсын, ғылыми ойлары болсын, өте кесек. Және ол әлі де зерттеуді, ары қарай таратуды, біз сияқты шәкірттеріне, ізбасарларына түсіндіруді талап етеді. Сол себептен де Әлімжан аға, біз сізден әлі де жаңалықтар күтеміз, сізден әлі де ақыл кеңес күтеміз. Бізге бағыт бағдар беріп, арамыздағы бір сыйлы, құрметті ағамыз болып жүре беріңіз. Саламатсыздар ма? Мен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты қолжазба және текстология бөлімінің жетекші ғылыми қызметкерімін, филология ғылымдарының кандидаты. Әлімжан аға Хамраев туралы айтатын болсам, бұл кісі өлең поэтикасын, өлеңді құрылымын зерттеген үлкен ғалым. Оған дәлел былтыр ағайдың конференция өтті. Юбилейіне байланысты үлкен конференция болды. Конференция халықаралық дәрежеде шетелдегі, Түркиядағы, Европадағы, Ресейдегі біршама ғалымдар Әлімжан ағай туралы өзінің пікірлерін айтты. Біздің институттан да біраз қызметкерлер ағайдың ғылымдағы портретін жақсы көрсете білді. Ғылыми конференция өте жоғары деңгейде өтті. Абай Құнанбаевтың 170 жылдығына байланысты Семей қаласында конференция өткен болатын. Сол кезде біз бірге бардық. Осы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институты сол жердегі Жидебай музейі бірлесіп Абайдың 170 жылдығына байланысты үлкен конференция ұйымдастырған болатын. Сонда Әлімжан аға жақсы баяндама жасады. Сол жердегі үлкен жақсы мазмұнды, толық жақсы баяндамалардың бірі болды. Әлімжан ағаның баяндамасы Абай Құнанбаевтың шығармашылығы ұйғыр әдебиетіне қалай аударылып жатыр деген мәселе. Кімдер аударды, қандай аудармашылар аударды. Аударылғандағы мәтінменен Абайдың мәтіні арасындағы айырмашылықтар. Сол Абайдың өлеңдері ұйғыр тілінде, ұйғыр оқырманға өз дәрежесінде жетті ма? Қалай аударды, кімдер аударды, қай кездерде аударылды деген сол біраз мәселелерді айтты. Жақсы мазмұнды баяндама болды. Әлімжан Хамраев Қазақстан ғылымында, Қазақстан әдебиеттану ғылымында өзінің орны бар ғалым деп есептеймін. Біздің әдебиет және өнер институтының диссертациялық кеңесінің мүшесі, ғылыми кеңестің мүшесі, талқыланып жатқан монографиялардың, осы институттан шығып жатқан монографиялардың, жеке ұжымдық монографияларды оқып, пікірін айтып, сондай үлкен талқылауларға қатысып отырады. Деп аятын етіп атсыз, мұшы Алла бұйырып атса, мүмкіншілік болып атса, мұшы әмгегіңіздің мән өзім халқымыз күтіған болмасын, бірақ мән өзім тақатсызлық білен күтіған болна. Рахмет. Шының ғой бұйырсын. Рахмет Әлімжан акам. Әнде мұшы баятын бері
Мушу уфтукларга жетиш жолда кыйынчылыктар тоорлук этип атабыз, уфтукларыңыз тоорлук этип атабыз. Мушунунга багынычлык бир алайдан суал койгум келип отурду. Уруксат болса, мушу илим пәндики тунча колго келтүген ва мәңгү хатырыңызды сактанып калган уфтугуңуз хакында айтып берсеңиз. Менің андай асасы ilm pəndiki muş edebiyat şunası sahasındaki utuqlarım bilen pəxirlənətdim özümün əmgeki boğanlıqdan, japalık əmgek. Lekin bulada bu əmgeklerim emas, belki muşu Indiyaga ilmi səpərge qatnaşıp, şu səpərdə özümün ilmi göz qarashlarımni o'tirib qo'ygan paytim menga bekim ta'sir qildi. Chunki bu Indiyadagi xalqaro anjuman bu Buddha Gautama Buddhaning zanglar bilsizlar, Buddizmning asosini solguvchi Gautama degan kishi saq qabillardan chiqqan. Gautama degan kishining 2600 yillik tug'ilguniga tavalludiga bag'ishlangan bir cho'ng anjuman edi. 15 gün jarayonida 15 gün anjuman bo'ldi. 15 gün jarayonida men 2 qitim doklad o'qidim. Shu dokladda o'qigan paytda o'zim uchun ochgan yangiligim mening hayotimni yana bir qadar o'zgartirdi. U yerdagi yangilik nima desa, Uyg'ur xalqining Budda muhitida yozgan asarlari dunyodagi eng cho'ng boylik bo'lib hisoblanadi. Nimishga? Sebebi Uyghur İslamgıç bo'lgan davrda biz nayt cho'ng töhpalan qo'shgan ekanmiz. Bu davrda yashagan bizning mutafakkurlar nayt cho'ng kashfiyotlarni, mayli tibobatchilik sohasi bo'lsin, mayli so'z san'ati bo'lsin, mayli dramachilik bo'lsin, diniy sohasi bo'lsin, nayt yuqur madaniyatni yaratib qo'ygan ekan. Buning alayidligi ya'ni kelib Budu muhitida bo'lmasa bu Tibetlarning adımı budu medeniyeti rivojlangan, Janubiy Koreya, bu Xitoyda, Tayland, Sri Lanka budu medeniyeti bo'lgan bilan bizning eng sap, eng pok bir medeniyet yaratgan xalq sifatida e'tirof qilib tikanda bizni shuni anglab keldim. Medeniyet yaratiladigan, kashfiyat yaratiladigan engimizning shunchalik cho'nqur ekanligini shu yerda his qilib kelgan edim. Bu kashfiyatlik ana degan nima desa yangilik etish. Biz yangilik yaratishga nihoyatda mahir bir xalq turuqliq vaqt o'tgan sari bu xislatimizdan arilik kelishga boshlaganligimizni his qilib kelgan shu yerda. Nima bizning tariximizda adabiyot tarixida bo'lsin, madaniyat tarixida bo'lsin, Al-Farabini Aristoteldan keyingi ikkinchi Aristotel degan ulug' tafakkur bo'lgan antik davrninki Al-Farabini shunday atagan. Ati bo'limiz. Bu Türk xalqlarının hammamizning ati bo'lsa, Al-Farabini ikkinchi Aristotel deb atgan. Uning tafakkurini shu darajada yuqori baholagan. Bu muhitida Kumarajeva, Tatatunganinki tafakkurini bunday aytganda aql donishmandligini hisobga elib ikkinchi Buddha deb atagan ekanda. Shu sababdan men o'ylayman, Uyg'ur xalqining yaratgan madaniyatiga alayda dunyoda ixlos bor ekanligi. Buni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarning nurg'unligi ana o'shada bayqab kelganda. Bu bir men ta'sirot qoldi. Chunki bizning tubimiz saq qabillarga bog'liqdan shu Qashqar do'pisining ichida cho'ng bir sir yotganligini dastlabki maqolamda yozgan. Bu Qashqar do'pisida dunyoni tonish aqidimiz bor uchun Dopamni ko'dingmi deb maqtansak bo'lar ekan. Abduqodir akam aytgandek, dopamni men tonidingmi degani. Qashqa dopisida olamni tonish aqidasining aslida selinib mujassamlaganligidan iborat bir go'zallik bor ekanda. Shuning uchun uni bekor kiymaydi ekanmiz. Shundan u yer bir bo'ldi, undan keyin shu Qozog'istondami nihoyat nurg'un ahamiyatlik siyosiy ijtimoiy xarakterlik, madaniy xarakterli cho'ng yig'inlarga qatnashdim men. Masalan, muallimlarning dastlabki tunji qurultiyiga qatnashdim. Tarixchilarning tunji qurultiyiga qatnashdim.
Ondan keyin bunu ondan keyin mening yana biri UNESCO'ның 3-chi qurultayga qatnashdim. Anjumani xalqaro. UNESCO degan 11 cho'ng tashkilot, madaniyat tashkilot, dunyoning nimasi ifodalagan bunday kuchini bir yerga to'plagan, madaniy kuchini bir yerga to'plagan tashkilot. Shu tashkilotningki 3-chi forumiga qatnashdim. Buni shu mening hayotimdagi cho'ng voqealar. Undan keyin Janubiy Koreyaningki ichki universitetida leksiya o'qidim. Buni mushunda ta'sirlanib ketib, olimlar bilan tanishib, ular meni taklif qilib, Janubiy Koreyaning ichki universitetida 10 ga yaqin o'tira bilim berish sohasidagi maktablarda bayqi leksiya o'qidim. Benim hayatımda müştak kızık öttü. Tushunchlik endi bu ilm-fan bo'yicha bayaqi anjumanlarga, har turli anjumanlarga, har turli mamlakatlarga qatnashgan emgeklariniz to'g'risida siz aytib beryapsiz. Endi shu Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlarining, shundaqla Amos nomidagi Rossiya Federatsiyasining Saha Cumhuriyeti davlat universitetining, Turkiyaning Nidia universitetining, Janubiy Koreyaning Yanzey va Henguk universitetlarining oliy o'qish o'rinlari uchun chet el va qadimiy turk adabiyoti bo'yicha programma tuzguvchisi va ishlab chiqaruvchisi sifatida sizni taniymiz, bilamiz. Shu programma haqida aytib bersangiz Olimjon aka. Men kandidatlik dissertatsiyamni topshirgan paytda men shu universitetga ishga oldi meni. Bu vaqtda cho'ng o'qituvchi bo'lib ishildim biroz vaqt. Shu vaqtda SSR bizningki Kengash ittifoqi qulab mustaqillik davriga yo'l qo'yilgan paytlardi. O'ris bo'limiga qadimiy turk xalqlarining adabiyotini, madaniyatini o'qitishni aytdi lozim. Chunki mustaqillik davrini yaxshi tonish, ularning tarixini yaxshi bilishga da'vat qildi deb tushungan edim. Shuning uchun Urus bo'limiga dastlab ketdim. Shu Qozoq pedagogika institutiga shu program, o'qitish programmalarini yezib chiqdim o'zim. O'zim kurs ochdim. Shu kurs bo'yicha o'zim saboq berdim. Bu e'lon qilindi, tasdiqlanib, rektoratda deymiz, rektorat ichida tasdiqlanib, yaxshi baholanib, shu mening program bo'yicha o'qitish fani tasdiqlandi. Undan keyin Qirg'izistondagi Yusuf Balasag'in nomidagi Qirg'iz Milliy universitetiga chaqirgan. U yerda mustaqillikning yangi davri boshlangan paytlar ular u institut uchun bayqi qadimiy turk adabiyoti. U yerda men nurg'ulg'an anjumanlarga qatnashgandan keyin O'zbekistonda qatnashdim. Nurg'ulg'an anjumanlarga O'zbekistonda kursim bor. She'rshunos kursini mushkamda xil davrgacha o'qitib keldi. Men yezib bergan she'rshunos nimasi bo'yicha. O'zim Kazguda ishlagandimmi? Shu klassitsizm, sharq klassitsizmi qanday bo'lish kerak degan plan tuzib, doktorantlarga o'qitdim. Bu programma masalasi nima deganda bu bilim elish masalasi. Cho'nqur bilim elish masalasi bo'lganlikdan nimani elish kerak degan masala tug'anlikdan bu programma tuzib chiqish men uchun bir sharafli ishga aylandi. Shundan bu programmam Saha Yakutiya davlatida Yakutiya Cumhuriyetida inovatga elinib, chunki u yerda ularning nimasi bor. Olonxo dastani. Olon degan so'z o'lan, naqsha degan ma'noda birdi, xo degan endi nima bir qabilning ma'nosi. Xo, bizning ota bobolarimizning tegi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Vaqtlarda xalqlar birdi-ku, Altaydan chiqqan xalq. Eng qadimiy dastani bo'lganlikdan bizningki qadimiy dastonlarning ichida O'g'iznoma bilan birlikda so'zsiz shu Olonxo dastani o'qitilishi kerak. Chunki u dastonni o'qimay turib qadimiy turk xalqining ong saviyasini, tafakkurini tushunishga bo'lmaydigan xulosa aytqashqa ular meni rasmiy Amos nomidagi Yakutiya universitetiga taklif qildi. Men bu yerda bayqi o'zimning fikrlarimni, nimsatdan undaq o'ylaydiganimni aytib, ular bilan tanishib keldim. Rahmat, tushunchlik Olimjon aka. Endi siz yana shundaqla 7 shaxsiy va 15 kollektivlik monografiyalarning 150 ilmiy adabiy publistikalik maqolalarning muallifisiz.
ilmiy faoliyatingizning mushu asosiy qismini egilgan mushu emgaklaringiz to'g'risida bir tafsiliy o'zingiz so'zlab bersangiz. Haqiqatan maqola bo'yicha aytsam, hozir uning bosh uchini bilmayman. Nurg'un maqola yozildi, 150 dan chiqishi kerak deb o'ylayman maqola. Dastlabki kitobim Odam qalbiga yo'l. 93-yil 93-94 aniq ism kelmay turdi. Shu tanqidiy to'plam bu. Bundan keyin Qirg'izistonda nazariy nuqta badiiy tafakkur deb yangi shakldagi kitobim chiqdi. Ondan keyin qolganlari hamsi ruscha monografiyalar. Ruscha monografiyasida hamda nurg'un inkas kelganlarning ichida древний тюркский книжный стих. Doktorlik dissertasiyam asosiy yozilgan emgak. Mana shu emgaklar asosida yana bir turkum zamonaviy Uyg'ur poeziyasi, mustaqillik davridagi Uyg'ur poeziyasi rus tilida yozilgan. Современная литература народов Казахстана shuning ma'lum bir qismida meningki bir bölüm, bir qism mening men yozib chiqdim. Bu shunday kollektivniy monografiyalarda ko'p menki qozoq adabiyoti bo'yicha nurg'un yozdim. Abay to'g'riliqman 3-4 maqola yozdim. Abay Qunanbayev haqida o'zimninki. Qozoqcha yozyapman. Bu yozgan narsalar ko'p endi hozir bu oldimdagi planimda endi Xudoyim bo'lsa, bu she'rshunoslik boya ta'kidlab qo'ydim. She'rshunoslik, Uyg'ur she'rshunosligi degan kitobni 2 tomni yozish va qadimiy Uyg'ur adabiyotininki yangi metodikalik prinsip yozib chiqish. Qadimiy Uyg'ur adabiyot to'g'riliq kitoblarimiz bor, bir turkum yozildi, lekin mening ko'z qarashimda sal boshqacharoq bo'ldi deb o'ylayman. Mana shu fundamental emgakni yozib olsam degan arzu armonda yashayapman. Aldığınızga qo'yilgan mushu emgaklaringizni yezish yo'lida sizga cho'ng utuqlan tilaymiz, Alimjon aka. Endi men anglashimcha, siz bayatın aytyapsiz, mushu ilm-fan bo'yicha ko'plagan mamlakatlarni ardingiz. Aralab ko'rdingiz. Shularning ichida Italiyaga borgan vaqtida mening anglashimcha bir konferensiyada, anjumanda Tilvaldi sizning ya'ni o'zingizning o'rcha aytganda familiyangizni anglab, İtalyanning xalqi o'zlarining Vivaldi ismli kompozitorga o'xshatib bir hürmet bildigen ekan. Aшу rasmi. Bu ma'lum darajada endi uning asosi bor. Mushu Indiyaga borgan vaqtida shu Italiyadan kelgan olimlar bilan tanishgan. Bularning bir madaniyat sohasida nurg'un to'pin qo'shgan olimlar ekan. Mening Alimjon Tilvaldi, men endi ism familiyamni Tilvaldi qilib yo'tkab, Alimjon Tilvaldi bilan to'nilish shart deb tushunib, u vaqtlarda men ism familiyamni yo'tkash jarayoni buni Qozog'iston Cumhuriyetininki ism familiyalarga o'zgartirish kirish to'g'ri qonunlarga mos kelgan yillar. Anglashgan nurg'ulg'an bizning yosh ziyolilar shu davrdagi bizning do'st birodarlarimiz hammasi ism familiyasini yo'tkagan bir davr. Uning ustiga Hamrayev bo'lgandiki, Hamrayevlar jiqtoq. Shuning uchun bu olim Tilvaldi degan dadamning ismi bu asli. Dadamning ismi bu Tilvaldi. Bu meni tanishtirgan paytda Alimjon Tilvaldi, bayqi Vivaldiga yaqin. Vivaldiga yaqin bo'ldi kompozitor. Shunga ularla aloqalarimiz kuchayib, mana shu xat elishib, xatchak elishib, shuningda qolgan bir rivoyat bu ayni qiziq jag'daylar deysiz. Tushunchlik. Endi Alimjon aka bugungi faoliyatingiz haqida aytib bersangiz. Bugungi qanday ishlarimiz qanday etmoqda? Endi buni hozir elimizda pandemiya degan jag'daylar bo'lyapti. Shunga bog'lanishliq buningga qaramay siz uyda ishlayapsiz deganga o'xshash. Endi bugungi faoliyatim men mening hayotiy faoliyatim keskin bir o'zgarishlarga duch keldi-ku. O'zim o'zgarishlar davrida yashaganlikni bilmayman. O'zingizlar o'ylab beqinglar. 20-asr yaşab 21-asr atılmadık. İki asrninki almış jarayoni. Ondan keyin kengash davri kommunistik ideologiyaga asoslangan bir davrdan mustaqillik davri, milliy madaniyatlar davriga almashgan davrga to'g'ri keldi hayot. Uning orasida men 3 davrni atlab o'tdim. Kengash ittifoqi, qayta qurish davri alaytan. Undan keyin 91-yili mustaqillik olgan bizim bu Qozog'istonning mustaqillik yil mustaqilligi hammasini shu munosabat bilan tabriklayman. Men shu Qozog'iston mustaqillik olgan yillarda shu
içimde ot lavıldap turgan paytlar, yaş bakla, nahayeti çoğunkur arzu ümmitler, romantiklik kayfiyat, romantiklik sezim, hissiyat degan to'lib taşqan, bu mandaqli hissiyat emas o davrniki. Hozir ma'lum darajada besilib qoldi, hozir boshqacha tirikchilik davri bo'lib qoldi. U vaqtlarda parvoz qilish niyati jugan, shunday bir yosh kezdirim edi-da. Bu ichki davr. Ham buni uning ustiga men Желтоқсан hareketiga qatnashgan. 1986-yılı. Bu Желтоқсан hareketi endi vaqtlarda Qozoq xalqininki өсіп yetilganligininki, madaniyat taraqqiyotning yuqori bir pallaga yetganligi to'g'risidagi bir simvolda endi xalqning. Ana shu davrlarda shu qozoq qarindosh, qozoq og'aylarim bilan birga bo'lgan bir davr bo'lganlikdan menda bu qaynoq hissiyot, qandaqdir bir tashnoliq, mayramga bo'lgan tashnoliq alaydi. Mening qalbimda mavjud. Shuning uchun men mushkamda tarixiy bir sahifalarni varaqdayman-da xotiramdagi. Bu beka emas. Manga madad berib turdi. Mening arzu armonimga bo'lakchi bo'lgan, ko'p narsalarga ishongan bir inson sifatida. Shuning uchun mening davrim bir murakkablik davri, qaynam davri, o'zgarish davri, tez o'zgardi. Voqealar ulguramaysiz. Ulardan xulos chiqarib ulguramaysiz. Qit qag'anlik, ant saviyadan qit qag'anlik, qatmanlik özgü bir düşmende özgürüp atkan dünyanı seziş, şunun muvaffak yaşaş, öz ağının mevkiyesi bilen yaşaş, mevkurevi tefekkürün ile yaşaş, öz ağını has, ağın bilimin güçlük. Bu bana yaman tesir kıldı. Şunun için ben özümden devrini bir anlaşka işkiga bölüp qarayman. Qanchaq deganda, birincisi şu ilim-fanga intilish, bir yükselish, rivojlanish ideyasi bir tarafda turdi, ikkinchi tarafdan şu keyingi yillarda tez o'zgarayotgan jarayonlardagi bizning millatimizning iqboli, bizning yetgan utuqlarimiz qanchalik bo'lib qolar. Qozog'iston Uyg'urlari cho'ng to'p bilan qo'shgan xalq sifatida o'zining madaniyat taraqqiyoti alohida bir xalq, yetgan utuqlari baland. Nima degan yaxshi shoir yozuvchilarimiz, sazandilarimiz, milliy musiqa durdanlarimiz, shunchalik bir yaxshi dramachilik, hamma saytda yaxshi bir madaniyat yaratib, cho'ng utuqlarni qo'lga keltirgan xalq keyingi yillarda bara-bara halsirash. Chunki shunchalik dаңlıq shaxslar birining keyindan biri panelga qo'yib ketib, ansirash davri boshlanib qoldi. Bizning yetgan utuqlarning hojati qanchalik degan masala cho'ng bir savol paydo bo'lib qoldi bizda. Bu xalqimizning iqboli qanchalik bo'lar? Madaniyat yetgan utuqlarimizdan bara-bara tirikchilikning kayni kirib ketmizmi, yo'qmi? Adamiyatimizning taraqqiyoti qanchalik bo'lib ketar? Degan o'xshash andishlar mendan paydo bo'lib qolib, mana shu cho'ng umidlarni madaniy markazlarga atqandim. Chunki bu madaniyat markazlari bizda ko'plab paydo bo'ldi. Bunda nurg'ulg'an shaxslar markazlashdi faoliyatga. Men shuning beshida shu Cumhuriyetlik madaniyat markazi qurilgandan tortib, dastlabki kunlardan tortib, men shuning qaynamning ichida bo'ldim. Endi bu menga rostini aytsam, nurg'ulg'an men qildigan ovqatlarga to'salg'i bo'lib qoldi. Sababi ilim-fan taraqqiyot u boshqa, milliy madaniyat, millatninki madaniyat problemlari u boshqa, maktab, ma'rif problemlari kuchaydi, bolalarimizning soni keskin qisqarishga boshladi, akaza Uyg'urcha o'qiganlarning ozayishga boshladi. Mana shunday bir nimalar adabiyotimizninki taraqqiyoti kichkin suslashdi degan. Bunday sharoitda o'ylanishib qoldik adam bo'lsa. Men ma'lum vaqt narsani o'tkazib qoldim. Shu qaynoq davrga o'tkazib qoldim. Biroq endi yechinmayman, sababi men o'z xalqim bilan xalqimning maqsad mudg'allar qaynimida, o'zgarishlar davrida ashning ichida yurganligimga faxrlanmayman. Balkim ilim-fandagi yetgan utuqlarim texmi yuqori bo'lar edi agar men bunun qatnashmagan bo'lsam. Lekin men xalqim bilan, o'z xalqim bilan mush davrni birga
өткізгенімге, мәдениет тарақатларды біліп оқынымға ешбір шекленмеймін. Менің немем, мана мұшу, әнде мұны яш бір-екі баған сері, бұл мәдениет сахасыдaki faaliyetçiliklerimiz, cemiyet arasındaki faaliyetçiliklerimiz susuşluğa okşaydı. Yani yaşlama ösüp yetilip atkan yaşla bağımızda degендek, yaşlanın devri keyip atkan dakip durdu da, bir devir menin ansayamda ötkip bağın dakip durdu. Endi nем qilish kerak degan masala bilan endi shu keyingi vaqtlarda men diqqatimni shu yozilgan narsalarga ko'proq ko'ngil bo'lishni durust ko'ryapman. Ошанды азыр фаалиетиңиз тоғрулук этип өтүп атабыз. Яшларга багынычлык сөз козгоп калдыңыз. Мушу яшларга багынычлык мен өзүмө суалымды койсам, келечекте мушу фаалиетимни дawamlaştырса дегенге окшош, биздин иштерибиз эпмей аткан яшлар боске дегенге окшош арман максатларга багынычлык, өзүбүздүн халкыбыздын ичинде кара көз уйгур яш шагиртлеріңізді тәрбиелеш ойыңызды бамы? Өз алдыңызға бір бірләшме құрып, ішлеріңіздің келечекте дawamlaşsın дегенге оқшаш ойлар бамы сізде? Әлбәттә, әрқандай ұстаздың шагирт болмаса болмайды. Менің шагиртларым бар, яқшы шагиртларым бар. Олардың ішінде ұйғыр, қазақ, рус милләтләрем бар. Әртүрлі милләтләр. Өзбекләр бар. Шагиртлык немемде ешқандай неме жоқ. Lekin mühim mesele var. Birincisi, milli edebiyatımızın. Milli edebiyatımızga varislik meselesi. Bu yerga yoshlar ko'plab kelish kerak. She'r yozayotgan, proza yozayotgan, hikoya bilan shug'ullangan, cho'ng asarlar tutish qilgan yoshlarimiz shu bosib kirishgan milliy til taraqqiyotimizga o'zining ulushini qo'shishgan degan armon u bor. Mush jihatdan mush keyingi vaqtlarda qurilgan varis adabiy o'migini tilga olaman. Onun faaliyetini tanıştırdım, okudum. Biroq men onunla rahbarlik qilish nemisi yo'q. Bular o'zlari qaynashgan, o'zlari izlanishgan. Mushu 20-asrning ikkinchi yarmiga yetkazgan utuqlarimizga varislik qilgan eng bo'lganda. Klassikadagi adabiyotimiz turdi shu tang petilar. Ularni qachon o'qiymiz, qachon ularni tahlil qilamiz, o'rganamiz bilmayman men, uning ko'zim yetmaydi hozir. Klassik adabiyotimiz o mo'l g'aznaning ichi tugan. Endi darsliklarda ancha-muncha bo'lgan bilan ani ichi sir. Masalan 1974-yili Abdurahim Xorizmiy degan shoir tepildi Indiyada, Haydarobodda. Uning asarlari hozir O'zbekistonda yaxshi tadqiqot qilinadi. Bizning darsliklarimiz ham yo'q bu. Masalan deymanda, eng umganda Қазақстан шарайтida yetgan utuqlarimizni rivojlantirgan yoshlar ko'p bo'lganda, birinchi deydiganim adabiyot sohasida, ham matbuot sohasida. Matbuotda Xudoga shukr, hozircha yaxshi jurnalistlarimiz bor yoshlarning orasida. Lekin kelajakda-chu. Ashlar jurnalistlarimiz yetilib chiqqanmi yo'qmi? Ularni kim o'qitadi? Kim tarbiyaleydi? Bu mesele beni nayet oylandırıyotgan meselelerden birisi. İlim pəndimi şundaq. Uyg'urshunoslik instituti paydo bo'lgan vaqtda bizning taraqqiyotimiz nayet jo'shqin bo'ldi, da? Nayet jo'shqin. Olimlarimiz ko'payib chiqqan, tadqiqotlar ko'paygan, asarlar nashriyatdan e'lon qilinishga birning keyindan bir boshlagan butun Uyg'ur olimlarining besh qo'shilib turadi, qaynaq shundaq bir hayotda u. U yepilgandan keyin hozir davr boshqa bo'lib ketdi. Hazır yanıla endişe. Bizim alımlarımız qanchak chiqdi? Yoshlarning ichidan. Ilim fanga qiziqadigan, Uyg'urshunos sohasi qiziqadigan alımlarımız, Turkshunoslik sohasi qiziqadigan alımlarımız burunqidek chiqamdi yo'qmi? Albatta meni o'ylantirdi. Mush sohada bir yerim muqat faoliyat yurgizib qo'ysak, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Qo'shimcha qilganim bayaqi sizning savolingizga bu hayat meselesi, gelecek, iqbal meselesi boyunca bizning yoshlarga tavsiya qilgan mening o'ylarim bor da, birinchi. Bizdagi Qozog'iston Uyg'urlar uchun bir yomon ta'kidlayman, ikki cho'ng go'zal qarash qalbida bo'lishi kerak. Qozog'iston Uyg'urlar uchun. Birinchidan Qozog'iston Jumhuriyatining mustaqillik bayramini biz alayda jo'shqin kayfiyatda biz bayramlashishni bilishimiz kerak. Mana bir yıl 30 yıl Qozog'iston. Biz Uyg'urlar
üçün bu meyramnınki ma'nisi yıldızı nayt çoğur. İkincisi güzel qarashlarımız muş dövlet tilini ügünüş. Endi bizden Uygurcha o'qiganlar ulan yaxshi bildi dövlet tilini, qozaq tilini. Bunu Rusça o'qiyotgan bolalarimiz eqidisi so'zlashmaslik uchun dövlet tilini ügünüş, uningga nayt cho'nqur hurmat bildirish orqali qozaq madaniyatini ügünüş. Biz Uyg'urlarga ancha eg'ir kelmaydi. Bizning ana tilimiz desak bo'ladi qozaq tilini. Chunki bu Türk tili bo'lganlikdan, tilimiz bir bo'lganlikdan biz uchun qiyin narsa emas. Biz bemalol so'zlayveramiz qozaqcha so'zlagan. Biroq madaniyatni tonish, madaniyat tegini tonish, xalqni tonish bilan baravar. Xalqninki estetiklik g'oyalarini, go'zal tushunchalarini tonish bilan bog'liq bo'lganlikdan davlat tiliga bo'lgan bizning hurmatimiz cheksiz bo'lishi kerak. Sonra bu qatarda davlat tilini bilgan odam biz Uyg'ur tilini bemalol so'zlaydi degan tushunchada mana bu ikki qadriyatni, qimmat qarashni qalbimizga singdirish kerak. Shunday bir sharoitda bizning milliy madaniyatimiz, Qozog'istondagi milliy madaniyatimiz davomlashadi deb o'ylayman. Biz yetgan huquqlarimizni davomlashtira olamiz deb o'ylayman. Rahmat Alımjon aka, rahmat sizga. Endi mushu suhbatimizning sal mavzusini boshqa yoqqa burib, o'zingizga to'xtalib o'tib ketsak, men o'ylayman, odam bolasining futuqlarga har qanday emgak yo'lda qo'llab-quvvatlaydigan u oila a'zolari, o'zingizning oilangiz to'g'risida aytib o'tib ketsangiz endi. Meniki shaxsiy hayotim menda aytganda o'zi bir qiziq bir hayot. Mening 4 bolam bor. 3 o'g'il, 1 qiz. Qizim bugün kunlikda chet til universiteti, chet tillar universiteti va kasbkorlar nemisi universitetning nomi nihoyat bir murakkab bir universitetda muallim ham kandidatlik dissertatsiyasini futuqliq qo'g'dab hozir mushkuncha shu universitetda ingliz tilini saboq beryapti. O'g'lim Satpayev nomidagi Politexnikалық institutini Adiljon Hamrayev u şu institutni bitirib, hozir IT injener bo'lib ishlayapti. Keyingi o'g'lim chet elda o'qishni bitirib, Alisher Hamrayev bu chet elda o'qishni bitirib, o'zi Nazarbayev aqliy maktabini bitirgan. Hozir chet eldagi eng chong bir universitetlarni bitirib, hozir bugun kunlikda Nazarbayev aqliy maktabida ders berdi. O'g'lim ders berdi. Onun üstüge bir yıl İtalya'nın gelip çıkıp kaldı, bu bir emas. İtalya'daki Rim Üniversiteti'ne magistratlık okuş düştü, onu koşumcu davamlaştırıyordu. Onun küçüğü gimnaziyada okuttım. Yani sizin kasbingizni tanlamasama, sizin yolunuzda kızık ben bir narsege endi dikkat berdim. Ben ulanın nemini tanlashıga erken yol koydum. Bırak bir narsa mabada Muşta atam badi nemi yazdı bu adam, nemi ish qilgandi deb qiziqib qolsanglar, o'qish uchun, ibrat edish uchun mening yozganlarimni qayta o'qish to'g'ri kelib qoldi. Tushunishlik oldi. Ishga deganda, endi mening yozganlarimni ular o'qimiz kim o'qiydi? Xalqimizga birdan deyishdas. O'zingni ana tilda so'zlamasan, uni xalqingga so'zlaydigan bilan balalaring so'zlamasa, uyat ishlar. Uyg'urcha o'qiyapmiz. Hamda o'qib qoladi degan niyatda endi. Onun üstüge men bular yaxshi bilgan rus tilida yezmadim ko'psini. Endi qozoqcha, uyg'urcha keyin o'qi. Rahmat Alımjon aka, rahmat sizga. Men o'ylayman bugungi suhbatimizda eng asosiy savollarimizni, xalqimizni, tomoshabinlarimizni ham meni qiziqtirgan savollarimizni men qo'ydim, javobini oldim. Mening o'yimcha bugungi suhbatimiz boshqa suhbatlarga qaraganda alohida ham qiziqarli o'tdi. Shunday bo'lsa, bu tomoshabinlardan inkas kelgandi bilimizda. Albatta, qolgan bahoni bizning tomoshabinlarimiz berdi. Endi mushu ekran oldida o'tirgan bizning tomoshabinlarimizga o'zingizning birishki niyatlaringiz, tilingiz bo'lsin. So'zsiz yoshlarga bilim elish davri. Buni o'zgarayotgan davrda burunqi eqidi bilan yashash eg'riroq. Bilimni puxta egilgan yosh mana aytganda o'zining iqbolini aniqlab oladi. Bilimge ega bo'lgan yosh hech qachon ko'ramas kelmaydi. Birlarining utuqlarini ko'ramaslik qilmaydi. Pastkashliklar oz bordi.
Өзінің еткен ұтығыдан бәхірман болды. Соның үшін мен білім алыскен. Біздің әмді езлада білім болған ықыласын айты күшлік. Әшла балалар, мен өзім шүншілік ішерсілік. Біздің бүгінгі Қазақстан шарайтыда yüzünce üniversitet var. Bilim ilişki her kadar şarayet var. Yaxşı okusa, tırışsa, cezmen okuş düşüp pütüreleydi. Onu benim közüm şunda yetdi bunun. Şunun için balaga, müşk yetilik atkan evlatqa. Bilimge bolgan ixlası, bu hayatqa bolgan ölçümü boş gerek, nişanı boş gerek. En yaxşı güzel qarashlarga aylanıp ketiş gerek. Hazır uxlaydigan uyku zamanı emas. O hazır anlık ziyalı bolman, anlık hayatını keçirmen dese, sözsüz bunu özgürüp atkan davrga moslashib, çoğun utuqlarning aq izidan qo'g'lab mangmasak bo'lmaydi. Biz kashfiyatchi xalq kelgimizni unutib qolmasligimiz kerak. U bir. Ikkinchisi, buni pandemiya, buni kesal, keyingi vaqtda tarqalgan koronavirus, tashimon virus deb qo'yamiz. Bizni andishga sevayotgan bir davr. Endi biz özümüzge dava tapa oladigan xalq bo'lganlikdan, men o'ylayman, biz bu masalada bu hozirgi sharoitimizda buni yengib chiqa oladigan ko'zim yetadi. Bizga kerak narsalar to'g'risida jiqaroq o'ylashimiz kerak. Ma'naviy narsalar bilan, axloqiy narsalar, qarashlarga qaytadan o'tmasak, bizning hayot kechirish tarzimiz aslida o'zgardi emasmi? Şundaq ali nimalarga qarashlarga o'tilgan bo'lsak, bu pandemiyani yengamiz. Agar bizni tushkunlik egallasa, qachonlashsak, bisimiz yansa, ishonch umidimiz ozayib ketgan bo'lsa, bu pandemiya bizni texmo eg'ir o'zining changiliga og'ini olgan. Biz undaq ruhda yashashimiz kerak. Hozir Qozog'istonda demokratiya bor, kengchilik bor, taraqqiyot bor, o'qish o'rinlari hozir ko'plab o'zining xizmatida qilyotdi. Men o'ylayman, mumkinchilik shunchaki bor. Bizga faqat tirishishimiz kerak. Tirishchanlik ham, tirishchanlik kerak, emgakxumar bo'lishimiz kerak. Mehnatkash. 40 tane so'z bilan aytganda, mehnat qilmasak, mehnatga eqidlik yondashmasak, futug'imizmi yuqori bo'lmaydi, yuksak bo'lmaydi. Shuning uchun men o'zimniki mush Qozog'iston tavasida yashayotgan Uyg'urlarimiz qozoq xalqi bilan qarindosh o'zimizning asrlar bo'yi bilib yashab ketgan xalqlar urug' tuqqan qudi bo'lib yashasak, ashta yashash ixlosi bo'lsa, taraqqiy qilsa, nur ustiga nur adam boshqacha neqib ketasiz, hayajonlanib ketasiz. Ashunday yashashgan bizning xalqimiz. O'zingiz bilyapsiz, hozirgi davr bir o'zgarishlar davri, hozir buni og'riqlarning tarqalish davri, ko'payib ketish davri, undan keyin millatimizning, umumiy millatimizning beshiga tushgan problemalar bor. Ana diyorimiznikini men demoqchi. Mana shunday to'salg'uliklarni yengish uchun kuch-quvvat, g'ayrat, ruhiy kayfiyatimiz yuqori bo'lib, yuksak bo'lib aslında yaşashimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat Alımjon aka, endi mushu aytayotgan pand nasihatlaringizni anglab men o'zim cho'nqur hayajonlanib, kelajakka qo'yayotgan maqsadlarim paydo bo'lyotdi. Men o'ylayman, mening emas, balkim ekran oldida o'tirgan teletomoshabinlarimiz shunda hayajonlanib, kelajakda mushu sizning niyatlaringizni, tilaklaringizni qo'lda tutadi deb umid qilaman. Rahmat, qadam tug'iga men cho'ng tashakkurimni bildiraman. Tog'larning ichidagi egiz tog' baribir tog'larning ustida turdi-chi. Eğer onu eğitip koyduğun bulsak o tüven buluş mümkün. Onun büyüklüğü tağlarının arası. Bizim medeniyetimiz en aşındak. Şundak bir medeniyetin tergip kıvatkan. Şu bizim faaliyetimizin küçeytiyatkan kadem tüvege çoğunkur teşekkürümü bildirme. Bunda aytqanda oruslarda yaxshi bir söz var. Derzaydi. Alğa. Rahmat Alımjon aka, rahmat. Sizga cho'ng rahmat, vaqtingizni, oltindek vaqtingizni bo'lib kelib o'taganingiz uchun minnatdorligimizni bildiramiz. O'zimizning bizning kollektivimiz nomidan, shundaqla ekran oldida o'tagan tomoshabinlarimiz nomidan sizga cho'ng ijodiy yutuqlar tilaymiz, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Mushu aytmayotgan boyaqa o'zingiz aytyapsiz, kelajakda qo'ygan maqsadlaringiz ko'p ekan. Shu emgaklaringizni, kitoblaringizni biz kutadigan bo'lamiz. Mushu hozir bo'layotgan qiyinchilik zamonlarda o'zingizni asrang, omon bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Hurmatli qimmat. Rahmat.
Qimmatli tomoshabinlar, esingizga salsaq, bugun bizda mehmonda bo'lgan adabiyotchi, olim, filologiya fanlarining doktori, professor Muxtar Avezov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi, Rossiya tabiiy fanlar akademiyasining muxbir a'zosi Olimjon Tilivaldi o'g'li Hamrayev bo'ldi. Bizlar bilan xo'shlashmaymiz, faqat kelasi programmagacha sog', salomat bo'laylik.